nima chalasiz? O'zi nima bu tormi? Sizniki tormi? Sizniki tormi? So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda keskin e'tirozlarga sabab bo'layotgan mazkur video va qo'shiq sabab tarmoq foydalanuvchilari va ko'plab san'at vakillari ham Madaniyat vazirligiga jiddiy murojaatlar bilan chiqishmoqda. Tarmoqlarda faollar qo'shiq so'zlarida me'yordan oshgan ikki san'atkorga nisbatan e'tirozli izohlarni yozib qoldirishmoqda. Ushbu video va qo'shiqni kimdir so'nggi vaqtlarda omma e'tiboriga tez tushish ilinjida qilinayotgan PR deya atayotgan bo'lsa, yana boshqalar nega bu va bu kabi aktyor va aktrisalarga hali ham chora ko'rilmayotganini izohlarda yozib qoldirishmoqda. Kadrda qo'sh tirnoq ichidagi ikki ma'naviyat targ'ibotchilari go'yoki hazilomuz qo'shiq orqali nimaga ishora qilishayotgani ziyoli qatlam vakillarining o'rinli e'tirozlar bildirishiga sabab bo'ldi. Eng achinarlisi, tarqalgan videoda aktrisa qo'lida o'zbek milliy cholg'u asbobi bo'lgan dutor, egnida esa milliy libos atlas bilan ko'ringan. Mazkur video respublika bo'ylab muhokama qilinib, keskin tanqid va e'tirozlarga sabab bo'lgandan so'ng Yakzon nomi bilan tanilgan shou-biznes vakili tayyorlangan ushbu nomaqbul kontent uchun o'zining Instagram sahifasi orqali uzr so'rab chiqdi. Uning so'zlariga ko'ra, har doim ham o'ylagan maqsadlar amalga oshavermasligi